Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek Policy Bagman. Va nihoyat bir hafta deganda yangi videomizda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatdan xursandman. Bugungi videomiz ham sizga qiziqarli va foydali bo'ladi degan umiddaman. Videomiz boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddaman. Bugungi videomizda siz o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsangiz 100% foydali va qiziqarli bo'ladi. Men aytgancha, bugungi videomizda TikTok va Instagramda trendda bo'lib yurgan lifehack va bug videolarini sinab ko'ramiz. Qaysi biri o'xshaydi, qaysi biri o'xshamaydi, qaysi biri foydali, qaysi biri foydali emas. Bugungi videomizdan hammasini bilib olamiz. Hammaga rahmat. Biza 10 mingta podpischka yig'dik. Keyingi maqsadimiz esa 15 mingta podpischka yig'ish. Shuncha mehnatimizni qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddaman. Bugungi videomizda o'tirib olib, bahas bemalol ko'rishinglar maslahat beraman, chunki bugungi videomizda ham o'ta ham josli bo'ladi. Yaxshiroq joylashib olgan bo'lsanglar, ko'p cho'zib o'tirmasdan men videoni boshladim. Bugungi videomizdagi birinchi lifehack videomizga o'tadigan bo'lsak, ko'pchilikdek qiynayotgan narsa addachani ushlash to'g'risidagi lifehack video ekan. Ko'rishingiz mumkin, vertikalniy tutqich, keyin gorizontalniy tutqichlar. Ko'rishingiz mumkin, hozir bu gorizontalniy tutqich yaxshi ushlab beradi deb ko'rsatib beryapti lifehackka. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Xo'sh, mana biz poligonga tushib olganmiz. Xo'sh, ikkita 416 olamiz. Bittasi qani mana. Oldik. Endi buni o'zbekchasi tik tutqich ekan, buni olamiz. Ikkinchisi burchakli tutqich ekan. Ikkalasini ham oldik. Endi esa 6x olamiz. Bittasiga oldik. 8x emas, 6x. Mana ikkitasiga oldik. To'xtaylik, magazin ham qo'yib olaylik. Ancha o'qib ketadi, magazin qo'ysak. 40 tali olamiz. Chiqmayapti, bo'ldi mana. Xo'sh, X416 ni taxlab oldik. Bularni olib tashlaymiz. Xo'sh, hozir sinab ko'ramiz, qani qaysi biri addachani yaxshi ushlab beradi. Tik tutqichmi yoki burchaklimi? Xo'sh, 3x ga tushirib olamiz. Xo'sh, qani birinchi tik tutqichdan boshlaymiz. Mana shundan bolalar, esingizdan chiqmasin. Birinchisi shu. Qani otib ko'ramiz. Yaxshi. Necha metr? 197 metrdan bolalar addachan mana shunaqa ushlab beryapti. Tak, endi navbat burchakli tutqichga qani otamiz. Mana shu narsa bolalar, esingizdan chiqmasin, ko'rib olinglar agar sinab ko'rmoqchi bo'lsanglar. Xo'sh, qani? Bu ham 197 metr. Lekin o'zgarish sezmadim. Hozir o'zgarishni o'zingizlar ko'ringlar ikkalasini. Yoki men yaxshi ko'ra olmadim, yoki men e'tibor bermadim. Qaysi biri cho'tka ushlab berdi? Yaxshi ko'rilganim yo'q. Agar sizlar e'tibor berib, anglagan bo'lsanglar, qaysi biri yaxshi ushlab berishini kommentariyada vertikalniy yoki gorizontalniy deb yozib qoldiringlar. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Ikkinchi bug videomiz mana shunaqa mototsikl bilan garajda eshigini ochmasdan garajning ichiga kirib olish bug videosi ekan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham qiziqarli. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Xo'sh, mana bolalar, ikkinchi bug videoni sinab ko'ramiz. O'sha joylarimiz bizdan motigan bor. Xo'sh, mana shu garajga urilamiz. Yo'q. Birinchi urinishimiz o'xshamadi. Endi ikkinchi urinishda qilib ko'ramiz. Qani. Esingizda bo'lsa, oldinlari velosiped bilan kirib olar edik. Hozir esa shunaqa motik bilan kirib olsa bo'lar ekan. Qani sinab ko'ramiz. O'xshasa, lekin vashi bomba bo'ladi bolalar. Oson bo'ladi. Orqadan dushman kelayotgan bo'lsa, sizlar motik bilan qochayotgan bo'lsanglar, to'g'ri mana shu yerga urilib, garajga kirib olsanglar bo'ladi. Qani ikkinchi urinishimiz? Yo'q, ikkinchi urinishimiz ham o'xshamadi. No, 3-marta ham sinab ko'ramiz. Qani ketdik. 3-urinishimizga startga turamiz. Qani bosamiz mana shu yerdan. Faqat ozroq tezroq borishimiz kerak. 130 ga chiqdi. Qani yo'q. 3-urinishimiz ham o'xshamadi lekin bolalar. Xo'sh, dalshi qilib ko'ramiz. Qani o'xshaydimi, yo'qmi? Bu 4-urinishimiz? Yo'q, bu ham o'xshamadi. 5-urinishimiz? Yo'q, bu ham o'xshamadi. Xo'sh, bola 6-urinishimiz. Naqd 6-urinishimiz bo'ladi bu. Qani urilamiz. Voy, chiqib ketdi. Odam ham keldi bola. Voy, o'xshadi lekin. Hozir 5 minutga odam o'ldirib kelaman. 3 days later, 12 seconds later, 3:28 a.m. 3 weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Bela qanday o'ldirdi? Hozir 5 minutga odam o'ldirib kelaman.
Zato ko'rdinglar, bu bagimiz bizada o'xshadi. Chiqib ketdi, kirdi-yu, chiqib ketib qoldi. Sizlar ham sinab ko'ringlar, sizlarda ham o'xshadimi yo'qmi? Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Bola sizlarga ishonchli, halol va tezkor UC kerak bo'lyaptimi? Men sizlarga o'z UC servisimni tavsiya etaman. UC narxlari juda ham arzon. Biz hozir foydada umuman ishlamayapmiz. Bizga foydadan halollik muhim. UC olmoqchi bo'lganlar tepadagi Telegram kanalimizga kirsanglar, UC narxlari turibdi. Bemalol arzon narxlarda UC'larni xarid qilishingiz mumkin. Telegram kanal silkasini opsiyadan yoki kommentariyadan ham topishingiz mumkin. 3-videomizga keladigan bo'lsak, 3-videomiz Tekinga ko'proq premium case yig'ish videosi ekan. Ko'rishingiz mumkin, bu bratimiz Nusa kartasiga tushdi va metkani qo'yib oldi. Mana shu yerga keldida, kalit bor ekan, kalitni oldi va mana bu g'orni eshigini ochdi. Ko'rishingiz mumkin, g'orni eshigini ochdi va mana bu yashiklarni ochib tashladi. Hammasini ochib tashladi, bo'ldi. Xo'sh, mana Nusa kartasiga tushib olganmiz. Endi esa xuddi o'sha kartadagi joyga metka qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Mana samolyotdan tushyapmiz. Kartani tanlaymiz. Videodagi joy xuddi mana shu joyda. Metkani qo'yib olamiz. Endi o'sha yerga tushishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yerni sakrasak bo'ladi. Xo'sh, Nusaga vashi kam odam tushirgan, bola 29 ta odam tushgan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bu Livikda yarmi degani. O'zi Livikda 50 ta odam tushadi. Nusada 29 ta. Bitta odam ketyapti biz bilan. Xo'sh, u ham o'sha g'orga kirsa kerak bolalar, chunki bu botga o'xshamayapti. Bot bunday tez tushmaydi. Odam imini o'sha yerga tushdi. Biz mana bu yerdan hozir aruja topib olishimiz kerak bo'ladi. Thompson bor. Xo'sh. Endi o'sha odamni urishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yerda tepada shakillat o'mani oldimizda. Nima qilyapti bu? Urib oldik, bo'ldi. Bitta qilib belaymiz, keyin hozir lootini olamiz. Mana bo'ldi. Bola, kakras bu bola 100 foiz mana shu g'orga kirishga kelgan ekan. Kalitni ham olgan ekan. Endi ochamiz. Ochishni bosamiz. Ochilyapti. Endi esa ichiga tushib yashiklarni ochib olamiz. Lootlar normal ekan bu yoqda. Tepes. Bu birinchi yashikni ochamiz. Xo'sh, birinchi yashikni ochdik, ikkinchi yashik. Ikkinchi yashikni ham ochdik va oxirgisi uchinchi yashik. Endi esa hammasini ochib oldik. O'yindan chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Bolalar, bir marta o'ldim. Bu ikkinchi marta ham qaytib tushar ekan Nusaga. Hozir ikkinchi marta o'zimni mana shunaqa suvni tagiga bo'ktirdim. O'ldik. Endi o'yindan chiqamiz. Xo'sh, qani bizada premium kesi beribdimi yoki yo'q? Davom etish, lobbini bosamiz va o'yindan chiqamiz. Qani? Agar o'xshagan bo'lsa, vashi bomba bola 120 ta premium kes bergan edi. Lekin o'xshamasligi mumkin. 120 ta emas, 4 ta 5 ta berishi mumkin, chunki shunaqa dastajeniyalar bor. Shunga o'xshash dastajeniyalarni bilar edim, lekin bajarganman. Yo'q. Aytganimdek, bu o'xshamas ekan bolalar. Bizada o'xshamadi, o'xshamaydi ham bu video. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. 4-bag videomiz obunachimiz tomonidan kelgan bag video. Ko'rishingiz mumkin, vashi bomba. Rahmat kattakon tashlab berganlari uchun. Mana shunaqa sherigini sakragan payti dimotadigan aruja bilan otsanglar, sherig mana shunaqa uchib ketarkan. Juda ham qiziqarli bag. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Mana bola shunaqa arujani ham oldik va videodagi xuddi shu joyga kelib oldik. Yonimizda odam ham yuribdi. Birat mana shunday bitta sakraysiz, bo'ldi. Mana shunaqa sakrab turgan paytingiz men bitta o'taman, yo'q. O'zi 6 ta o'qib bo'lar ekan, hozir biz bittasini ishlatdik. Yo'q, ikkinchisi ham o'xshamadi. Qani tushayotgan payti 3-chi yo'q. 3-chi ham o'xshamadi. Qani 4-chi o'qimiz, qani yo'q, 4-chisi ham o'xshamadi. Juda o'xshamaydiganga o'xshayapti bola. Ikkita qoldi, qani ikkalasiga o'xshaydimi yo'qmi? Xo'sh, qani sakrang. Sakrang degan bo'ldi, ketdi. O'xshamadi va oxirgi o'qimiz qani bitta ko'rdinglar? O'xshar ekan bu bag. Oxirgi o'qida o'xshadi bizada. Bu bag vashi bomba ekan bolalar. Tasavvur qilyapsizlarmi? O'qni ustiga chiqib olib uchyapsizlar sizlar. Vashi bomba.
Bu bag bizda o'xshadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar, sizlarda ham o'xshadimi yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa hozir mana shu yerga bitta botmi, odammi yuribdi. Qani? Mana shu yerdan shak kelyapti. Ichkarida ekan. Mana shu botni otib tashlaymiz. Mana. Bo'ldi. Zato bitta killimiz ham bor. Bu bagimiz ham bizda o'xshadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar, sizlarda ham o'xshadimi yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz sekingina o'yindan chiqamiz. Keling, mana bu yerda portlatamiz. Voy. Siz o'lmay qoldingiz-ku. Mana bolalar, ko'rdinglar, bugungi videomizda 4 ta lifehack va bug videolarini sinab ko'rdik. 4 tasidan 2 tasi o'xshadi, 2 tasi o'xshamadi. Ko'rdinglar, qaysi biri sizlarga eng yoqqani bo'ldi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shuncha mehnatimizni qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yishni unutmaysizlar degan umiddaman. Chunki biz tez orada 15 mingta bo'lishimiz kerak. Videolarimiz juda ham kechikib ketyapti. Bir haftada oldin 2 ta video chiqardi. Hozir bir haftada bitta video chiqyapti. Endi xudo xolasa sekin-sekin ko'paytiramiz. Xudo xolasa bir haftada 3 ta video chiqaradigan qilamiz. Hammasi sizlarga foydali bo'ladi, xudo xolasa. Videomizni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Policy Bagman bo'ldi. Bye bye. Telegram kanaliga ham o'tib qo'yish esingizdan chiqmasin, bolalar.